Rahmat, alhamdulillah. İştese bo'ladi Qirg'iziston yaxshida. Yaxshi jasaymda-mi? U Kuvayt qo'limiz ham uylanib qolgan. Temir ishida ishlagan odam kam bo'lmaydi. Salomasiz bag'am. Salomasiz. Densoqlig'ingiz yaxshimi? Rahmat, alhamdulillah. Negizida bu sizlar jasab жатқан ishlaringizlarda ko'pchilik odam jasa olmaydi. Negizida buga qancha qiziqib qoldingiz? Bu hunarchilik sizga qaysi joqdan o'tdi? Kimdan o'tdi sizga? Jalb aytib ketsangiz. Menga bu hunar otadan qolgan. Otamiz otasi, uni cho'ng otasidagi o'sha hunarni jasab o'tib ketishgan endi. Bizga qoldi-da, bizni o'rgatib, endi biz ulantib ketyapmiz bu hunarni. Bu hunar o'ta kerakli hunar, elga kerak. Chorvachilikqa, dehqonchilikqa, stroykalarga ishlay turgan ko'p narsalar jasaymiz. Uyga keta turgan основной. O'shanda ulantib ketyapmiz. Meni yoshim hozir 52 ga chiqdi. 12-13 yoshdan tushganman. 40 yildan beri ishlayapman. Bardig'i ham qilavermaydi buni. Kichkina o'g'ir mushko основной qiyinchiliklari bor, endi o'shani jengib o'tish kerak-da. Biz endi uylanib qolganmiz. Bizga bilinmaydi endi. Atak boshqa odam kelsa, kichkina ishlasa qochib ketadi siraz baldarchi. Uni yoshlikdan uylanish kerak-da. Boshqa shaharlarda yo'qolib ketgan. Qirg'izistonda ozlarda bu. Hunarmandlar oz. Mana keyin O'zbekiston, Tojikistonda bor, boshqa yerda yo'q. Borib ishda devam prilagat qildi, biroq ketmadik. Nega? Ne o'zimiz ishlaganimiz yaxshi, deymi? Boshqa yerlardan ko'p spros bo'ldi. Borib ishlagan. Mana keyin o'zimiz Qirg'izistonda ishlaylik deb shu yerda yaxshi, bola chaqani oldida do'stlar bardig'i shu elga xizmat qilganimiz yaxshi, deymi? Biroq yaxshi ishlasa bo'ladi-da, Qirg'iziston yaxshida. Otning suratini brend qilib qo'yib qo'yganmiz. O'sha klientlar qiziqib, o'sha shundan ko'rib kelaveradi-da. Ko'p keladi. Otni buyumlarini Qirg'izistonda ko'p otga qiziqadi-da. Aslida otni anaqasi Qirg'izistonda-da, uloqchilar bardig'i o'ta kuchli-da Qirg'izistonda. O'shuning uchun otning ko'p narsalarini jasayimda men. Bu boyaqi nimalar, bog'bonlardagi-da, bog'vorlar daraxtlarni qisqartirib kesa turgan resordan jasalgan buldagi. No'qatda ham bir usta jasaydi ekan. Anaki menga ham kelib zakaz qilyapti, men dag'i jasayotam. Bularni hozir 1000 so'm, 1200 so'm, har xil razmeriga qarab. Hozir misol uchun ketmen, kuruk, jazgaliga baylanishdi. Grabli, o'sha dehqonchilikka ketadigan narsalar ketyapti hozir. Anan keyin etapi bilan o'zi jazga kelib, manday odamlar uyda tura boshlaydi, skoba, anan keyin duxovka, uyga katyol, o'shandaylar jasaymiz. Anan keyin kuzga borib uloq boshtalab taqa ketadi. Uloqchilar temir ishida ishlagan odam kam bo'lmaydi. Xudo buyursa, yaxshi hunar. 3-4 to'y qildim. Shu yaxshi yashayapti, o'zim Xudoga shukr.